Yaxshi bizlar ko'radiganlar bo'lsa, Satanglar programmamiz. Tonurdek issiq yoz fasli yetib keldi. Hammamizga ma'lum, go'zallikni yaxshi ko'rgan xonim qizlarimizningki go'zallikka xavf kelolmasgan dal mush mazgil. Lekin bu yil yozda siz hargizmo ansirmang. Chunki biz yangidan tadqiq qilib ishlab chiqargan mahsulotimiz sizningki bu andishlarni yo'q qiladi. Yana bu mahsulotimizga hech qanday kimyoviy modda aralashtirilmagan. Nihoyat tabiiy. Yani bu mahsulotimizning olaylik shuki, teringizni ham güzelleştirdi, oqartirdi, qo'riqlarni azaytirdi, qerishning oldini oldi. Bu mahsulotimiz Avstraliyaniki ananchi rayoniga kirgizdi. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Ma uduldik qo'shnalar yo'qmi? Yo'q, o'xshamamda. Ha, bu urkatdim ishni ochay demaydi bu. Odam chaqirib qo'yib, nima ketganda bu haq? Yo'q, o'xshaydi navbasi. Ha, hamma kirib bidim. O'tirib turaymi? Ha, rahmat sizga. Mulozamatanlar yaxshi bo'lib ketibdi, ha? Oilaga berib mulozamat qildi ekansizlar. Hozir shu jamiyatda raqobat nihoyat kuchli, ha. Shunga ishtaq qilsa qilmaydi. Unda biz qo'shnilar kapoqchi qanday suvni tekshirib qo'ying. Ha? Uskunlarimiz nima deyapsiz? Qanday suvni tekshirib qo'ying. Lekin bu men sizga desam mom sotaman. To'xtam. Oyoqingizniki yepishib ketdi. Men chiqib qo'yay. Voy bir yo'q qiling ha. Birinchidan, bugun kiygan oyoqimdan-chi jipi yo'q. Ikkinchidan, men 100 ko'y pulni-chi, men sizdan burun ko'ygan. İşte bu dikora, pekmaz. Bitta ucuz zodash tahdidingni adash. Shu. Adash ne bo'ldi? Tam. Biraz to'xta. Adash neymiş qo'yatsa? Rasmda poyjon chiqarmoqchimansan? Yo'q, hozir chiqamayman. Yili yasab chiqaman demani. Neymiş qo'yatsa, bir odam ish qilib tursa, yo'lab qo'yishim yo'q. Men tova hozir qadamda. Hozir odamlar uchun mehr-muhabbat yanasi qolmabdi, jumuk ba desammi? Bugay qilib o'tirib ketdim aptatda. I can't find what I'm feeling. You got me broken and breathing.